Xususiylashtirilgan uyingizni yeri ham sizga tegishli deb o'ylayapsizmi? Videoni oxirigacha tomosha qiling, batafsil tushuntirib beraman. Ko'p odamlar tomonidan uy-joyga yoki ma'lum bir bino inshootlariga nisbatan xususiylashtirish ishlari amalga oshirilib, ushbu binoga nisbatan mulk huquqlari shakllantirildi. Biroq yerga nisbatan hech qanday egalik huquqi shakllanmay qolgan. Masalan, 2005-yilda siz o'z uy-joyingizga nisbatan xususiylashtirish asosida uy-joyingizning mulk huquqini shakllantirib olgansiz, lekin yeringiz davlatniki. Davlat ushbu yerni egalik huquqini sizga rasmiylashtirib berish uchun quyidagi shartlar bajarilgan bo'lishligi kerak. Shartlarning birinchisi bu egalik huquqi olinayotgan yer joyida qurilgan bino inshoot, ya'ni uy-joyga nisbatan xususiylashtirilganligi to'g'risidagi hujjat mavjud bo'lishligi hamda ushbu yer joy boshqa bir shaxslarga ajratilmagan bo'lishligi va egalik huquqi rasmiylashtirilayotgan yer joyga nisbatan hech qanday nizom mavjud bo'lmasligi, yer va mol-mulk solig'idan qarzdorlik mavjud bo'lmasligi talab etiladi. Ko'pchilik o'ylaydi, uy xususiylashtirilgan ekan, demak yer ham avtomatik tarzda meniki. Yo'q. Yuqorida sanab o'tilgan shartlar bajarilmagan bo'lsa, demak hali ham yerga bo'lgan huquq davlatda saqlanib qolmoqda. Keyinchalik nizolar va yo'qotishlarga uchramay desangiz, yerga nisbatan ijara huquqini rasmiylashtirishga kirishing. Shunday holat sizda ham bo'lganmi? Izohlarda savol so'zini qoldiring hamda ushbu videoni boshqalarga ham yuboring. Ehtimol ular ham xuddi shu kabi muammolarga duch kelayotgandir.